Vodorod generatori ham установка qildik. Kobaltimizga xudo xolasa ko'rayotgan bo'lsanglar, именно bu kobaltga oldingi safar vodorod generatori boshqacha edi. Buni обновленный variantini o'zimizni ishlab chiqarayotgan vodorodimizga xudo xolasa qo'ydik. Uni nima deysiz endi bunga? Xudo xolasa rezultat zo'r bo'ladi. Anu oldingisi o'zingizni noldan yasab chiqargan qizdiryapti hozir, to'g'rimi? Bu unda xudo xolasa ish beradimi? Zo'r bo'ladi. Javob. Xudo xolasa bizning o'zimizni o'sha ishlab chiqarayotgan vodorodimiz xudo xolasa ish beradi. Kuzatib boringlar, bolalar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, kobalt uстановка qilinadigan joyi, специальный o'sha bulbulatori и специальный o'sha filtri. Ya'ni filtrni ikkalasi o'rtasida bu yerda обратный klapani bor. Har ehtimolga qarshi хотя tak mana turibdi mana. Ana vahima qiladiganlarga, lekin aslida aytaman, bu umuman mashina zarar emas va plus tomoni ko'p u, lekin zarar tomoni yo'q. O'shaning uchun ko'rib boringlar, kuzatib boringlar, xudo xolasa. Albatta, kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Shu